aqlli bo'lish kerak dedingiz, lekin insonda qalb ham bor-da. Insonga agar qalb berilmaganida faqat aql bilan yashash mumkin bo'larmidi? Shunday. Bir rivoyatda eshitganman, qanchalik rost, qanchalik haqiqat endi Alloh bilguvchi. Odam yaralganida unga jon ato qilindi. Bo'ldimi? Faoliyatini boshlayversinmi degan savolga yo'q. Unga aql berishimiz kerak edi. Va bosh miyaga aql joylashtirildi. Bo'ldimi? Desa yo'q. Endi jonli bo'ldi, aqlli bo'ldi odamimiz. Endi aqlga yordamchilar kerak. Qanaqa yordamchi? Aqlga xotira berishimiz kerak deydi. Nimaga? Xotira bo'lsa o'zini kimligini bilmaydi, qayerdan kelib chiqqanini bilmaydi. Masalan, uyida ketib erta adashib xotirani, sezgi berishimiz kerak. O'ng qo'li qishsa chap qo'lini qashmaydi. Aniq joyini biladi, sezgi beradi, did beradi, fahm, farosat o'sha aqlga yordamchi o'laroq. Qarang, qanaqa mukammallik. O'sha aqlga yordamchi o'laroq fahm, farosat, did, sezgi, xotira, xullas odam jonli bo'ldi, aqlli bo'ldi, sezgir bo'ldi, fahm, farosatli, didli, xotirasi bor bo'ldi. Va shunda bo'ldimi desa yo'q deydi. Yo'q. Endi bunga ko'ngil berishimiz kerak deydi. Deyilganda shunda bosh miyani atrofida joy qolmadi. Deb shunaqa deyilganda bir so'rab ko'rchi, boshqa ko'ngildan so'raylarchi, boshqa joyga ham to'g'ri bo'laveramikan. Va ko'ngildan so'raladi. Xullas shunaqa, senga hozir tepada joy qolmay qoldi desa, men shu odamga ishtirok etsam bo'ldi, joyi muhim emas. Shu odamga ishtirok etsam bo'ldi degan o'z nomi bilan ko'ngil-ku. Xullas shunaqa deganda Alloh deydi, aql bilan qo'shib boyagi yordamchilari bilan ko'ngilga bo'ysundirib qo'ydi. Bu nimasi uchun? Bag'ri kengligi uchun degan bir ma'noda rivoyatda o'qiganman. Xuddi shunday ko'ngil mana shunaqa qilganligi uchun unga mukofot o'laroq aql o'shaning uchun haligi ko'ngil ishga tushib ketgan paytda aql, boshqa hamma boyagi yordamchilar hammasi shuni chekinadi, orqaga o'tadi. Lekin o'sha joyda aql hushyor bo'lish kerak. Chunki ko'ngilga qo'yib bersangiz odamlar nimalar qilmaydi. Ko'ngillar nimalarni tusamaydi. Lekin shoirlar ko'ngil odami deyishadi-da. Baribir me'yorni bilish kerak. Me'yor, zalat o'sha oltin o'rtalik, mo'tadillik shart, hamma narsada shart. Lekin hammamiz ham o'rtada tura olmaymiz-da. Yo pastda turamiz, yo tepaga chiqimiz keladi. Harakat qilish kerak o'rtada turish. Bu o'zimga ham taalluqli bo'lgan.